Yusufning qizi Josim al-Umron. Xos bag'ishlov. Otam va onamga. Yaratgan sizlarni rahmatiga olsin. Sizlarni mag'firat qilsin. Jannatning eng oliy maqomi Firdavs bilan sharaflantirsin. Umumiy bag'ishlov. Yolg'iz o'tirib yig'layotgan har bir soraga, kimdir unga rad qiluvchi barmog'ini niqtada, biroq u yiqilmadi. Aksincha, o'rnidan turib soya emas, nur bo'lishga qaror qildi. Zaiflik onlarida o'g'il qizlarni bag'riga bosgan ota-onalarga, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarni ko'ra olgan ustoz va murabbiylarga, dunyoda hali hanuz shafqat borligini ko'rsata olgan do'stlarga ushbu romanni barchangizga bag'ishlayman. Xananning xonadoni. Yoqub mehmonxona shiftiga uzoq tikilib turdi. So'ng kaftini stolga urib ichiga yutgan alami bilan xo'rsindi. Hali ham tushuna olmayapman. Sen bu nikohga qanday qilib rozi bo'lding? Qanday qilib qizimizga taqdirini, hatto o'zining fikrini ham tartibga sola olmaydigan odam bilan bag'ishlashiga yo'l berding? Xanan siniqlik bilan sekingina javob qildi. Dadasi. Nur qalbiga quloq tutdi. U hozir shunday qilgani uchun baxtli. Qizimiz har bir qilgan ishi uchun o'zi mas'ul. Biz esa uning yo'lini to'smaymiz. Faqat yonida bo'lamiz xolos. Yoqub o'rnidan turib, kursining suyanchig'iga suyandi. So'ng xotiniga g'azab to'la ko'zlarini tikdi. Yo'q, sen qilding buni. Ikkovi rassomchilik institutida o'qib yurgan paytida har safar ularni birga ko'rsang, xursand bo'larding. Yusuf bizning oilamizga qanday qilib kirdi? Sen ruxsat berganing uchun kirdi. Nur unga bog'lanib qoldi. Sen esa bu haqiqatdan ko'z yumding. Xanan ikki kaftini qo'ltig'iga mahkam siqib, go'yo yuragining titrashiga yo'l qo'ymaslikka urinayotgandek javob berdi. Dadasi, Yusuf qalbi pok yigit. U haqiqiy rassom. Har qanday sharoitda ham mas'uliyatni his qiladi. U hech qachon Nurga zulm qilmagan. U hamisha har doim haqiqiy er bo'lib kelyapti. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Institutda, kurslarda hamma ishda ishonchingizni qozongan edi-ku. Yoqub qoshlarini chimirib kinoya qildi. Ha, ishonchimizni qozongan, lekin pul masalasiga kelganda emas. U doim parishon xotir, hisob-kitob degan narsani umuman tushunmaydi. Xanan, bu hayot, bu turmush degan narsa oddiy matoga moybo'yoq bilan chizilgan rasm emaski, ranglarni aralashtirib xohlaganimizcha chizsak. Hayot qiyin, murakkab axir. Hayot hissiyotdan ko'ra ko'proq aql talab qiladi. Xanan xo'rsindi, javob bermadi. Yerini jim qiladigan so'z ham, ko'nglini ovutadigan tasalli ham topa olmadi. Aslida Yoqubning qo'rquvlari Xananning yuragida ham bor edi. Ammo u Yusufda Yoqub ko'rmagan narsani, insoniylikni, mehrni, sadoqatni ko'rgan edi. Nur Yoqub bilan Xananning yolg'iz qizi. U Yusufga turmushga chiqdi. Ha, o'sha o'zlashtirishdagi sustlik sababli o'qishni to'liq tugatmagan, lekin xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan, doim orzular og'ushida yuradigan biroz g'alatiroq rassom bolaga turmushga chiqdi. Yigitchaning ana shunday biroz boshqachaligiga qaramay, Nur uni chin dildan qalbining tub-tubidan sevdi. Shu muhabbatni deb kerak bo'lsa hammaga qarshi turdi. Ammo Yoqub uchun qizining baxtidan ko'ra odamlarning gaplaridan, qarindoshlarning pichir-pichiridan tinch bo'lish muhimroq edi. Akasining, Nurni mening o'g'limga doktor Xolidga uzatganing yaxshi edi.
Yusuf Nurning tengi emas. Aqlingni ishlatsang-chi, shunday qizni o'rta maktab shahodatnomasini ham ola olmagan nogiron bolaga berib, shu bolani mening doktor o'g'limdan ustun qo'yasanmi? Deganini ham kechira olmadi. Shundan keyin Yusufni rad etish fikri Yoqubning ongiga mahkam o'rnashib qoldi. Uning tasavvurida Nur bu to'yga norozi bo'lgan edi. Go'yo bechora qiz o'zini majburlab unga turmushga chiqqan, dardini yashirib o'ziga munosib bo'lmagan odamga o'zini bag'ishlagan edi. Shuning uchun Xananga qayta-qayta bir gapni aytaverardi. Uni baxtli deb o'ylaysanmi? Yo'q, u azob chekyapti. Faqat shikoyat qilishga jur'at eta olmayapti xolos. Yusuf bilan Nurning oila qurganiga 2 yil o'tsa hamki, Yoqubning ularni ajratish haqidagi fikri o'zgarmadi, balki kundan kun kuchayib boraverdi. Sohilda dengiz sokin edi. Bo'ron kuchayib borayotgan bir paytda bepoyon dengiz bir-biriga mahkam yopishgan ikki qalbdagi muhabbatni uzoqdan jim kuzatayotgan edi. Nur qum ustida o'tirib boshini Yusufning yelkasiga qo'ydi. Ikki rassom quyoshning botishini tomosha qilib o'tirishdi. Nur erkalanib shunday dedi: "Yusuf, menga sevgingizni tasvirlab bering." "Sevgimni bilmayman. Suratda ifodalay olmagan narsamni senga so'z bilan ifoda bera olarmidim?" Nur boshini ko'tarib uning ko'zlariga qaradi. "Suratda qanday tasvirlamoqchi bo'lgansiz?" U bir jilmayib qo'ydi, so'ng chuqur xo'rsindi. "Ko'zlaringga boqsam ichimga mayin iliqlik kiradi. Yoningda bo'lsam xotirjam bo'laman, tinchlanaman. Ovozing meni chaqirsa, yuragim parvoz qiladi. Ruhim sening ruhingga bog'langandek. Sensiz dunyo qanday bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Sen quvansang quvonaman, kulsang kulaman, charchasang charchayman. Tashvishing tashvishim, qo'rquving qo'rquvim. Sen xafa bo'lsang, dunyo menga tor bo'lib qoladi. Go'yo devorlar meni ezayotgandek bo'ladi. Sen tabassum qilsang, o'zimni butun dunyoga, dunyodagi hamma narsaga egadek his qilaman. Mendan uzoqlashsang, ruhim vayron bo'ladi. Sen men nafas oladigan havosan. Xullas, senga nisbatan tuyg'ularimni tasvirlab bera olmayman. Nur." Nurning ko'zlari namlandi, boshini egdi. Yusuf esa uning iyagidan muloyim tutib yuzini o'ziga qaratdi. "Men seni oddiy odamlar ko'rgandek ko'rmayman. Seni haqiqiy nur deb ko'raman. Sensiz hayotimda nur yo'q. Meni hech qachon tark etma." "Nega unday deysiz? Yuragimni og'ritmang. Men sizdan boshqa hech kimni xohlamayman. Sizni qalbim tanlagan." Yusuf uni mahkam quchoqlab ko'zlarini yumdi. Go'yo uni ichiga yashirib barcha yomonliklardan asramoqchi edi. Azaga aylangan to'y. Nur ota uyida yuzida bolalikdek